Ramazandagi agishishimiz. Amalning Allohning dargohida qabul bo'lishi uchun ixlos shart qilinganidek, Allohning rozi bo'lishi uchun Qur'on va sunnatga agishish shartdir. Allohning kitobi va payg'ambarning sunnatidan dalil ilinmagan har qanday bir amal yoki ibodat rad qilinadi. Bu turlik amal yoki ibodatning sohibi qanchalik ixlos qilsin, hech qanday bir mukofotga erisha olmaydi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom kimki dinimizda asli yo'q bo'lgan biror ishni paydo qilsa, u ish rad qilinadi degan. Payg'ambar alayhissalomga to'g'ri bir shaklda agishish ixlosning kafolatidir. Ixlos bilan payg'ambarga agashgan vaqtda amal to'g'ri bo'lgan va qabul qilinadigan bo'ladi. Bu vaqtda Alloh taolo kimki Parvardigoriga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, savobini umid qilib, azobidan qo'rqadi ekan, yaxshi ish qilsin. Parvardigoriga qildigan ibodatga hech kimni sherik keltirmasin deydi. Amalning to'g'ri bo'lishi Rasulullohning yo'liga agishish bilan bo'ladi. Chunki u yo'llarning eng mukammali va eng yaxshisidir. Payg'ambar alayhissalom xutbalarida bunday deydi: So'zlarning eng rost bo'lgani Allohning kitobidir. Yo'llarning eng yaxshisi Muhammadning yo'lidir. Ibodatda ishlarning eng yomoni yangidan paydo bo'lganidir. Payg'ambar alayhissalomga agishish e'tiqodiy ishlarda, ibodatda, muomalada va axloqda payg'ambar alayhissalomning Allohdan elib kelgan xabarini tasdiqlash, buyruqlarga itoat qilish, to'sqanlardan va cheklaganlardan yenish bilan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalomga agishishda niyatning samimiy bo'lishi Allohning yaxshi ko'rishini va mag'firatini qo'lga keltiradi. Bu vaqtda Alloh taolo bunday deydi: Aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga agishinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. Gunohinglarni mag'firat qiladi. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ramazonda bo'lsa, siz payg'ambar alayhissalomga bo'lgan muhabbatingizni payg'ambarimiz tutgandek ro'za tutib, u zot o'qigandek namoz o'qib, go'zal bir shaklda agish bilan isbotlashga chaqirildingiz. Payg'ambarimizning ushbu muborak oy haqida mukammal bir yo'l yo'riqi bordir. Shunga uningga agashganlardan hidoyat topganlardan bo'layli. Hidoyat payg'ambar alayhissalomga agishish bilan bo'ladi. Hidoyat topishinglar uchun uningga agishinglar. Imom Ibnul Qayyim rahimahulloh payg'ambar alayhissalomning Ramazondagi sunnatlarini tafsiliy bir shaklda bayon qilgan. Biz tövəndə ixcham va ro'shan naql qilamiz. Shunga uningga quloqlaringizni ding tuting va ko'zlaringizni mo itoatga ko'proq yuzlanish niyati bilan yo'g'on eching. Unutmangki, mu'minning niyati amalidan yaxshidir. Chunki mu'min amalini mukammal qilishdan ojiz kelsa-mu, mukammallikdan boshqasini niyat qilmaydi. İbadetlerinin turlarini ko'paytirish payg'ambar alayhissalomning Ramazondagi sunnatlarining qatoridandir. U zot Ramazon oyida insonlarning eng saxiysi bo'lib ketadi. Sadiqa, yaxshilik, Qur'on tilovati, namoz, zikr tasbih va itikof qatorliq ibodatlarni ko'p qiladi. Ya'ni Ramazonda ibodat uchun boshqa oylarga qaraganda necha hassa ko'p tirishchilik ko'rsatdi. Ba'zida vaqtini kech-kunduz ibodatda o'tkazish uchun iftormi qilmasdan bir qancha kun ulab ro'za tutadi. Lekin sahobalarni ulab ro'za tutishdan cheklaydi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom: "Men sizlarga o'xshamayman. Men Alloh tarafidan yemak-ichmak bilan ta'minlanib turaman" degan edi. Va ulab ro'za tutmanglar. Qaysi biringlar ulab ro'za tutmoqchi bo'lsa, iftorlik yemay, suhurlikqacha ulusun deyish orqali birinchi kunidagi sahar vaqtidan ikkinchi kunidagi sahar vaqtigacha ulab ro'za tutishga ruxsat qilgan edi. Iftorga aldirashmi payg'ambar alayhissalomning sunnatining qatoridan bo'lib, sahobalarni
iftarni baldır qilishga qiziqtiradi va kishilar iftarni qilishga aldirab tursalar, mening sunnatim bo'yicha ish qilgan bo'ladi, deydi. U zot yana suhurliq yeyishga ham suhurliqni mumkin qadar kechiktirishga undaydi va o'zimi kechiktiradi. Xorma bilan ig'iz etishmi payg'ambar alayhissalomning sunnatining qatoridan edi. Agar xorma topolmasa, suv bilan ochadi va mundoq deydi. Xorma topolgan kishi iftorni xorma bilan, xorma topolmagan kishi suv bilan qilsin. Chunki suv ich a'zolarni tozalaydi. Sham namozini o'qishdan ilgari iftor qilish payg'ambarimizning sunnati edi. Ig'iz ochgan chig'ida Allohga madhiya o'qiydi va savob umid qilib, susuzlik ketdi. Tomirlar namdaldi. Allah xolisa ajr muqimlashdi, deydi. Ramazon jarchisining "Ey yaxshilik izdigichi, kel" degan chaqiriqqa ovoz qo'shib, Allohga duo qilish, yolvurish va uningga yuzlanishda ko'p tirishchilik ko'rsatishmi payg'ambar alayhissalomning sunnatlaridan edi. Rasululloh ro'za tutqichining kamtar va ig'ir besiq bo'lishini yaxshi ko'radi. Sat gap qilishdan, vaqirab jaqirashdan, boshqalarni tillashdan yoki tillig'ichi bilan tang turishdan cheklaydi. Bu zot bu haqda mundoq degan: "Biringlar ro'za tutgan bo'lsa, sat gap qilmasin, fosiqlik qilmasin, vaqirab jaqirmasin. Agar biri uni tillasa yoki uning bilan tillashsa, men ro'zador desin." Payg'ambarimiz safar qilgan vaqtda ba'zida ro'za tutadi, ba'zida tutmaydi. Sahobalarni tutmaslikda ixtiyora qo'yib beradi. Dushmanga yaqinlashgan vaqtda sahobalarni urush qilishda kuchli bo'lsin uchun ig'iz etishga buyurdi. Dushmanga yaqinlab qolganda bundoq degan edi: "Dushmaninglarga yaqinlashib qoldinglar. Texmi kuchli bo'lishinglar uchun ro'zanglarni buzishinglar yaxshidir." Bu bir ruxsat edi. Ondan boshqa bir yerga kelganda bundoq degan edi: "Sizlar sahar vaqtida dushmaninglarga hujum qilasizlar. Kuchlik bo'lishinglar uchun ro'za tutmanglar." Demak, bu keskin buyruq edi. Payg'ambar alayhissalom safar qilgan vaqtda ro'za tutquchi ig'iz assi bo'ladigan musofani o'lchab yurmaydi. Sahobalar safarga otlangan vaqtlarida mahalladan chiqib ketmaganligi bilan hisoblashmayla ig'izlarini ochadi va bundoq qilishning payg'ambar alayhissalomning sunnati ekanligidan xabar berishgan edi. Masalan, Muhammad ibn Ka'b bundoq deydi: "Men Ramazonda Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning yoniga kelsam, u safarga chiqmoqchi bo'lib turgan ekan. To'kisini jabdutib, safar kiyimini kiygandan keyin tamoq akeldirib edi. Men safarda ro'za tutmaslik sunnatmi deb so'ragan edim. Sunnat dedi. Ondan bulg'iga mindi. Payg'ambar alayhissalom junub holatida suhur vaqti kirib qolsa, avval ro'za tutdi, ondan keyin yuyinadi. Payg'ambar alayhissalom ro'zlar vaqtlarida ba'zi ayollari so'ygan va ro'zlarning ayolini so'yishini tahorat olg'uchining ig'zini chayqishiga o'xshatgan edi. Bu vaqtda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bundoq degan: "Men ro'zlar turib, nafsimga ega bo'la olmay, ayolimni so'yib qo'ydim." Ondan payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning rasuli, men bugun cho'ng ishdan birini qilib soldim. Ro'zlar turib, ayolimni so'ydim" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Aytib boqqina, sen ro'zlar turib, og'zingga suv olib chayqasang, bir nima bo'lamdi?" dedi. Men hech nima bo'lmaydi dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuningdekla hech ish bo'lmaydi dedi. Payg'ambar alayhissalom ro'zlar altida tishini misvaklab, beshiga suv to'katdi. Susuzlik yoki qattiq issiq sababidan beshiga suv to'kkanligi rivoyat qilingan. Rasululloh ro'zlar altida ig'zini chayqaydi va burniga suv oladi. Lekin ro'zlarni burniga suv elishda haddidan oshirib o'tishdan cheklagan edi. Laqid ibn Sabra radhiyallohu anhu Rasulullohdan: "Ey Rasululloh,
tahorat haqida so'zlab bersizlar deb so'raganda Rasululloh tahoratni kamil al. Barmoqlaringning orasiga suv o'tkazgin. Ro'zlar holatdan boshqa vaqtda burningga suvni qattiq olgin degan. Payg'ambar alayhissalom safarda bo'lsin yoki bo'lmasin kechining qiyomini tark etmaydi. Uxlab qolsa yoki salomatlik sababidan kechasi tura olmasa, kunduzi 12 rakat namoz o'qiydi. Payg'ambar alayhissalomning kechidagi qiyomi 11 rakat yoki 13 rakat edi. Bu vaqtda Aisha radhiyallohu anha bir rivoyatda bunday degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ramazon va boshqa vaqtlarda 11 rakatdan oshirmaydi. Yana bir rivoyatda 11 rakatga bomdod namozining 2 rakat sunnatini qatqanligini aytgan. Payg'ambar alayhissalom bomdod namozining 2 rakat sunnati bilan 13 rakat namoz o'qiydi. Payg'ambar alayhissalom kechasi qiyomda turish uchun uyg'ongan vaqtda avval misvak ishiltish bilan boshlaydi. Ondan Allohni zikr qiladi. Ondan tahorat oladi. Ondan yengil 2 rakat namoz o'qiydi. Aisha radhiyallohu anha Payg'ambar alayhissalom kecha qiyam uchun turgan vaqtida namozni yengil 2 rakat bilan boshlaydi degan. Payg'ambar alayhissalomning kechidagi namozi Ibnul Qayyim bayon qilgandek 3 turlik edi. Biri o'rturib o'qiydi. Ko'pincha o'qil o'qiydi. Ikkinchisi o'ltirib o'qiydi va o'ltirib ruku qiladi. Uchinchisi o'ltirib qiroat qiladi. Qiroatidan oz bir qismi qolganda o'rnidan turib ruku qiladi. G'animat bilan aziz qarindishim, Ramazon oyidagi butun vaqtlaringizni, balki hayotingizdagi barliq vaqtlaringizni Allohga bo'lgan muhabbatingizni isbotlash uchun, payg'ambarimizning yo'liga ergashish uchun g'animat bilan qadrlang. Ey Alloh, bizga sening muhabbatingni, seni yaxshi ko'radigan kishining muhabbatini va sening muhabbatingga yaqinlashtiradigan amalning muhabbatini rizq qilib bergaysan. Bizni elchinga ergashtirgin va bu ergashishimizni sana bo'lgan muhabbatimizning haqiqiy bir dalili qilib bergin. Amin.